Haqiqatdan mana shulardan ozdingizmi oyijon? Oyijon juda ham qisqa fursat ichida ko'rdinglar. 20 kun. Xalq ko'zini oldida ozib ketdingiz-da. 20 kunning ichida ko'p yozadilar, qaynanangiz nimaga buncha ozibdi, yuzlari kichaygan deb. Bu nimasi ertalab ichadigan narsa o'zi obyomdan oladi, tishlarni yo'qotadi bu. Ko'zing tagida tishlar bo'ladi, baribir sahrda, davleniyada bo'ladi 50 yoshdan keyin. Bu shularni yo'qotdi haqiqatdan. Buni effekti shuniki. Ko'p yozadilar, 50 yoshda yosh ko'rinasiz deb. Bu effekt kollagenniki. Bu aqlli ovqat. Och bo'lib, non yeyasin kelib, shirinlik yeyasin kelib, shoshlik yeyasin kelgan vaqtda asta yeb, aqlli bo'lib o'tirasan. Ani ichida 39 xil vitamini bor. Shuning uchun haqiqatda och bo'lmaysan, ish ham olib ketaman, yeyman. Nonni o'rnini ham, go'shtni o'rnini ham bosadi. Bular-chi, bular nima? Ichaklaringizni tozalab, energiya beradi bunisi. Ishtahani bloklaydi. Kechqurun baribir yana nimadir yesin keladi, turg'amizdan yeb qo'yar edik. Shu vaqtida ishtahani bloklaydi, cheta chiqib o'tirasan aql